Siz nima deb o'ylaysiz? Mana bu pult nimani pulti? Siz uchun bitta fokus ko'rsaman. Darvozamizning ochilishiga qarang, avtovarotamiz bo'lyapti. Sizga qiziq bo'lsa, biz hozir kelgan lokatsiyamiz universitetni orqa tomoni Gazovoy kollejdan kelavesh yo'lida, xalq tili bilan aytganda Rublyovkadan 308 tuqlik tayyor fasad qismlari korobka holda bo'lgan uchastkamizni sotuvga keldik. Bu rayonni bilmaydigan odam yo'q. Bu rayonimizda bir sutiq yer maydoni narxini bitta surishtirib ko'ring, 25 ming, 30 mingdan kam emas. Siz uchun juda yaxshi ta'mirlangan, 3 etaj ko'tarilgan, plus podvallar bilan 4 ta etaj bo'ladigan mana shunaqa shinam darvozaxona, zeleniy zonachalar, kamera naблюдениyalar o'rnatilgan, hammasi ish qilib bitta fasadimizni taxlab olsangiz, shikarniy uchastka bo'ladi siz uchun. Mana bu yoqdan ham kiradigan xodlar qilingan. Bu yoqdan ham bitta barbekyu zona, letniy kuxnalar uchun joylar tashab ketilgan. O'zingiz keyinchalik qilib bo'lsangiz bo'ladi. Bu yoqda miramir toshlardan ishlov berilgan, naturalniy toshlardan. Qani bismillah deb uyimizga kiramiz. Mana bu yoqda pirxoj zonachaday joy qilingan. Uyimizni bu yoqda ham yana bitta pirxojga zona, pirxoj mebellar qilingan. Bizani mana bu yoqda esa zalimiz kutib oladi. Zalimizni qarang, hashamatligini, super mo'sh, abu qimmatbaho hashamatni bildiradigan mebellar. Lyustramizga вообще gap bo'lish mumkin emas. Bu yoqda ham ko'rib turgan bo'lsangiz agar, juda yaxshi chinnilar, idish-tovoqlar qo'yganlar. Отоплениялаrimizga e'tibor beradi. Juda kattasidan turetskiy radiatorlardan qo'yganlar. Bu degani issiqlikka juda yaxshi e'tibor berar ekanlar. Undan keyin ko'radigan joyimiz mana bu yoqda bizani hovli qismimiz bo'lyapti. Endi ikkinchi zal sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bu yoqda ham hashamatli lyustra, mягкий mebellar, radiatorlar qo'yilgan, abular super mo'sh qimmatidan высокопотолочный. Bundan oldingi videoda ko'rgan bo'lsangiz agar, xuddi shu uyni korobkasini syomka qildik. Siz uchun endi remontlik varianti. Mana bu yoqda esa bizning sanuzel xonamiz bo'lyapti. Sanuzelimiz ham juda katta, shinam barcha jihozlar qo'yilgan. Undan keyin bu yoqda birinchi etajdagi spalniy xona o'zlari uchun ofis qilib ishlatayotgan ekanlar. Endi kimga qanaqa qulay bemalol ishlatishingiz mumkin. Endilikda siz bilan podvalga sayohat qilamiz. Qani ketdik. Podvalimizga tushishimizdan ham yog'ochlik yaxshi qimmatbaho zinalardan foydalangan ekanlar. Kelgan vaqtlaringiz buni sifatini prosta ko'rib olsangiz bo'ladi. Haqiqatan ham o'zlari uchun ta'mirlagan uchastka. Bizning podval qismimizda oshxonamiz bo'lyapti. Magnetiv ruchkalik MDF yaxshi romlardan ishlatgan ekanlar. Podval qismimizda uголок bo'lyapti. Mana bu yoqda esa kuxna naborni juda sifatlisi, kачественныйsi. Mana bu mozaikalar bilan terib chiqqanlar. Buni bilgan biladi, ancha qimmat turadi. Xaldeniy duxovkalarimiz kollaboratsiya qilingan, qo'shilib ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoqda esa yana bitta kladovka zonada o'zlariga ishlatgan ekanlar, narsalarini qo'yib. Bu yoqda yana bitta kladovka zonalari. Bu narsalar ko'paygan, ko'rib o'tirmaymiz. Undan keyin ko'radigan joyimiz, vaqtimiz kam tez ko'rsataman faqat. Kotyolniy zonamiz bo'lyapti. Nemetskiy kotyollardan foydalanilgan, ko'rishingiz mumkin. Juda yaxshi ta'mirlangan. Endi siz bilan ikkinchi etajda davom qilamiz. Mana bu yoqdan ikkinchi etajga chiqishimiz bilan chap qo'limizda bizning detskiy xonamiz kutyapti. Detskiy xonamizda ham juda yaxshi divanchalar tashab qo'yilgan. Konditsionerlar bu. O'zini sanuzel xonasi bilan. Qayerda bolalar uchun alohida sanuzel qilingan. Sizning farzandlaringiz uchun alohida sanuzel bo'ladi. Yana yetmaganiga garderobniy zonasi ham bor. Shkaf va garderobniy zona. Ko'rib chiqishingiz mumkin, qimmatbaho qo'linlar to'shalgan. Undan keyin mana bu yoqda bizning ikkinchi etajdagi sanuzel xonamiz. Bu yoqda ham unitazlar yaxshisidan dushoy qilingan, vannalar, rakminalar, stiralniy mashinkalar bilan. Bu yoqda esa bizning ikkinchi etajdagi spalniy xonamiz, ota-onalar yotoqxonasi. Qimmatbaho mebellar bilan bezalgan, duh spalniy eng yaxshisidan qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Konditsioner avvalundan mana bu duh spalniy ko'rishlaringiz mumkin. Prosta uyimizga 1 dan 10 gacha baho bering. Undan keyin ko'radigan joyimiz bizada mana bu yoqda yana bitta detskiy xonasi bor. Bu yoqqa kirib o'tirmaymiz, o'zlarining narsalari bor ekan. Bu yoqdan 3-etaj chiqamiz, mansard qismi. Biz hozir 3-etajda penthouse qismimizda, penthouse qismimizda ham ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoqda yana bitta zonacha bor. O'zlari uchun tapchan qo'yib, yozda dam olib yotadigan zona. Hech kim sizlarni ko'rmaydi, ahli yo'llaringiz bilan bemalol dam oladigan zona. Undan keyin bu shahrimizda ko'rkiga yetib keldik. Hamma uchastkalar 2 etajlik, shunagina tomlari ko'rinib turibdi. Mana bu manzaraga e'tibor bering. Buxoro shahrimizni barcha ko'rki, minora kanallarimiz hammasi
qancha tikilib tursa ham odam charchadi. Prosta o'zimni mana shu uyga havasim ketdi. Bu penthouse qismingiz tepalar navis qilingan, yopilgan. Mana bu yoqlarni ko'rishingiz mumkin. Podrashivkalar qilib, g'ishtlarni terib qo'yganlar. Ushbu uchastkamiz 308 tuq yer maydoniga ega, juda yaxshi ta'mirlangan, barcha qulayliklari, remontlar bilan sotilyapti. Lokatsiyamiz universitetning orqasi. Bu yoqda 1 tuq yer maydonining o'zining narxi 25 ming, 30 mingdan kam emas. 4 tuq deb hisoblasak, 100 ming dollar atrofida yer maydonimizni o'zi bo'lyapti. Mana shu qurib qo'ygan narsalar, mana shunaqa proyektlar, mana shunaqa ta'mirlangan narsa, o'ylaymanki 350 ming AQSh dollariga arziydi. Yana kelib bemalol savdolashishingiz mumkin. Ushbu joyda bir oyda bir marta yoki 2 marta sotiladigan uchastkalar, joylar chiqadi. Bu yoqda o'zi noyob narsa, bunaqa uchastka, bunaqa kottej topish siz uchun, lekin megapolis shuncha mehnat qilib topib, shuncha syomka qilganimiz uchun bitta laykka arziydi deb o'ylayman. Pastda nomer qoldiraman. Bo'y akaxonlarimiz, shitir sanaydigan akaxonlarimiz, tezda aloqaga chiqing. Mahalla ham kutyapman.